Dünya Uyghur Qurultayı 8. növbətlik Vəkillər Qurultayı Tayyorluq Komiteti 28 iyul günü Türkiye ve Yaponiyada saylama ötküzüp 10. ayının ahırda çağırıldığan Qurultayının vəkillərini saylap çıktı. 27 ve 28 iyul günleri dünyanın her qaysı joylarida yaşayotgan Uyghur cemaati 8. növbətlik Dünya Uyghur Qurultayının vəkillərini saylash faoliyati ötküzdü. Şu qatarda Qırğızistan ve Özbekistan Uyg'urlarımı cemaat içinden Qurultay vəkillərini saylap çıktı. Dünya Uyghur Qurultayı Reisi ve İcraiya Komitetinin tavsiye kararı 1 iyun günü çağırılgan İcraiya Komitetinin kengaytilgan yığınında birdek avaz bilen qabul qilinib 8. növbətlik Vəkillər Qurultayıga tayyorluq qilish komiteti qurup çıkılgan edi. Türkiye'de namoylik qilish orqali ailesini qamdab kelayotgan 60 yoshli Muhammed Emin Ömer Ankara'da qo'lga ilingan ve qonunsiz ko'chmanlarni qaytarish markaziga qamab qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha, Muhammed Emin Ömer 1964-yili 2 ayning 20 kuni tug'ilgan. U Türkiye'nin Qaysariya shahriga fuqarolik rasmiyatlari uchun borgan bo'lib, 7 ayning 19 kuni Qaysariyadan Istanbulga qaytish yo'lida Ankara'da tutib ketilgan. Arkadan o saqchilar tarafidan Ankara'dagi bir qaytarish markaziga avatilgan. Muhammed Emin Ömer'ni yaqindan tanıydigan ve Uyghur navoiychilik sohasida tadqiqot olib boradigan fransiyalik tadqiqotchi Leo Maylet Uyg'urcha bayonot e'lon qilib, Turkiya hukumatiga begunoh tutilgan boboyni qo'yib berish haqida xitob qildi. Dünyadaki ikinci çoğun iqtisadi gavda bo'lgan Xitoyda bank sistemasi ogohlantirish signalini yangrattı. Dünya matbuotlarida oshkorlangan dokladlarga qaraganda, Xitoyda pul muomala dengiz tashqini har vaqt yuz berishi mumkin. Ma'lum bo'lishicha, kam deganda 40 yuqori xatarlik Xitoy bankisi bu yilning oldingi 6 oyida cho'ng organlar tarafidan o'tkazib olingan. Qimmati 7 trillion 500 milliard dollar bo'lgan 3800 bankimi o'xshamagan qatlamdagi masalalarga duch kelmoqda. Xitoy prezidenti Xi Jinping ve İtalya baş ministri Giorgia Meloni İtalya o'tgan yili bir belbog' bir yo'l tashabbusidan chekinib chiqqandan keyin tunji qatim ko'rishdi. Meloni dushanba kuni Beijingda o'tkazilgan yig'inda ikki davlat o'rtasidagi savdo tampongsizligini tuzatish kerakligini ta'kidladi. U yangi iqtisodiy hamkorlik shakli ustida izlanishni, shundoqla savdo munosabatini tamponglashtirish uchun tirishishni umid qilganligini bayon qildi. Pakistan'ın Balochiston o'lkasidagi Gvarda portida Xitoy mablag' solgan bu turga qarshi namoyishdan keyin to'qinish yuz berdi. 7 ayning 24 kuni boshlangan namoyishda bexatarlik qismlar bilan namoyishchilar orasida to'qinish yuz berdi. Ma'lum bo'lganidek, Xitoy Gvarda portiga 65 milliard dollar mablag' solgan. Voqeada bir askar qazo qilgan, 16 kishi yaralangan. Namoyishchilar 300 dan ortiq kishining qo'lga ilinganligini o'ttirib qo'ydi. Xitoy to'rt taraflik bexatarlik dialogi tashqi ishlar ministrlari e'lon qilgan birlashma bayonotga qarshi chiqdi. Yaponiya, Amerika, Avstraliya ve Hindiston tashqi ishlar ministrlari Tokioda e'lon qilgan bayonotda Xitoyning navbatdagi vaziyatni zo'rlik bilan o'zgartirish o'rinishiga qarshi turadiganligini bildirgan. Bayonotda yana Beijingning kunsiri kuchayotgan dengiz armiyasi harakati aniq ko'rsatildi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bu vaqtda bayonot e'lon qilib, 4 davlat ministrlarining bayonotiga norozilik bildirdi.